Assalomu alaykum, xayrli tong. Ulug' ayyom, hayit, juma kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana har doim dasturxonimiz shunday rizqli, nasibali bo'lsin. Kecha rulet pishirgandik. Shularni kesib, tayyorlab, mana. Yangi yildan da zo'r qilib kutib oldik hayitni biz. Xo'jayinim, turmush o'rtog'im hayit namozini o'qigani ketgan. Mana o'zi pishirgan oshpaz Rayhona qizim go'zal kiyinib olib, o'zini juda sevib, mana bunday qilib kesyapti pishiriqlarni. Mana. Hamma narsani tayyorlab qo'ydi. Asal deysizmi, varenni deysizmi? Keling, nonushtaga. Hayit namozini o'qib. Obunachilarim, mehribonlarim, xayr, omon bo'ling. Har bir kuningiz shunday o'tsin. Xayrli, barakatli bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik.